litsenziyaning tagida Jasmin degan isqirtni nomi turibdi. Shu Jasmin degan Allohning la'nati yog'ilgan bitta isqirtni endi bu Natbilus degan narsani kontrabandaga olib kirishyapti ekan. Litsenziyasi bormish, litsenziyani tashashdi menga. Kim o'ylaysizlar? Litsenziyada kimning nomi bor deb o'ylaysizlar? 7 o'qlab 300 ga ham kirmaydi u. Xayol ham qila olmaysiz. Litsenziyaning tagida Jasmin degan isqirtni nomi turibdi. Shu Jasmin degan Allohning la'nati yog'ilgan bitta isqirtni podpисчиga bo'lib olib, uni gaplarini ko'tarib yuradiganlar bor. Undan tashqari u mana hozir O'zbekistonga shunaqa narsani sottiryapti. Uni kimligi ma'lum-u? Ayollar, ko'zinglarni ochasizlarmi? Sizlar qayoqqa qarab ketyapsizlar, men bilmayman. Bular do'stlar, bular. Buni ichida nimani olib kiryapti bilmaysiz. Nima virus qo'shyapti. Ba'zi odamlar bor, spid. Hammaga o'zini qonidan kolaga aralashtirib, kola iching, ana bittada icha olasizmi deb spid tarqatadi. Narkomanlar narkomaniya ham tarqatadi. Bu Galaboy Jasminlar shunaqa narsa tarqatadi. Yuzi tiniq bo'lamish. Tiniq bo'lmay o'l. Mana shunga quloq solib yurgan opa-singillarimiz ko'zinglarni ochinglar. Endi menga qarshi boshlashadi, ajotaj, sabotaj. To'dalanib kellaring. Sizlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring. Sizlarga bitta tupurgini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz biz. Bitta tupurgi bilan. Yaqinda inshaalloh bularga biz ya'ni qonuniy asosda jazo qo'llaymiz. Inshaalloh. Bu millat hali ertakligi o'lmagan bu millat. Sizlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring. Sizlarga bitta tupurgini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz. Bitta tupurgi bilan. НАТ — это не волшебная капельница, про которую все говорят сейчас, да, которая решит все ваши проблемы, и вы перестанете стареть. Капать эту капельницу действительно, я считаю, что нужно 40+. Потом это работает все в комплексе. Если, скажем, причина усталости, да, конечно же, в идеале делать какие-то выводы и вообще принимать какие-либо препараты, не то, что капельница нужно только после тщательной диагностики. Возможно, как бы эта капельница и не нужна, и можно все урегулировать просто на уровне модификации образа жизни.